Demak, Telegram kanalimizda berilgan gap bor edi. O'sha gapda qanday xato mavjud degan savolim bor edi. Har xil ustozlarimiz turlicha javoblar berishdi va shunga qisqacha tushuncha berib o'tmoqchiman. Asosiy bu sodda gapimizdagi muammo paid ravishida edi, ya'ni every time so'zida edi. Every time odatda bizda qo'shma gap formulasida ishlatiladi. Ya'ni bu always ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni every time subject plus verb, ikkinchisi subject plus verb. Ya'ni xuddi shunday qo'shma gap ko'rinishida ishlatilishi kerak. Har safar nimadir bo'lsa, nimadir bo'ladi. Misol uchun, every time I read a poem, I feel lonely. Ya'ni har safar she'r o'qiganimda o'zimni yolg'iz his qilaman. Agar every time o'rniga yana boshqa shakli bormi deb ishlatmoqchi bo'lsangiz, albatta every time o'rniga demak each time deb foydalanishingiz mumkin. Demak each time, every time o'rniga biz each time deb ishlasak. Every time something happens. Every time I read a poem, I feel lonely o'rniga demak each time deb ishlasak bo'laveradi. Bu sinonimi hisoblanadi. Har safar nimadir bo'lganda ikkinchi voqea sodir bo'ladi. Mana bir each time I read a poem. Agar buni o'rniga yana boshqa konstruksiya bormi shu tartibda ishlatishga deyilsa, albatta bor. Every time, each time o'rniga sinonim sifatida biz whenever ravishdan foydalanamiz. Bu ham sodda gapni bir-biri bilan bog'lashga yordam beradi. Misol uchun xuddi shu gapni olamiz. Quyida ishlatamiz, whenever ni qo'yamiz. Bularni oldi. Demak, whenever I read a poem, qachon she'r o'qisam ham o'zimni yolg'iz his qilaman. Mana shu holatda ketadi. Endi bizda ustozlarimizdan ayrimlari always deb ishlatibdi. Always yoki all the time bu sodda gaplarda ishlatiladigan paid ravishlar hisoblanadi. Shuning uchun buni bu konstruksiyamizga qo'shmasligimiz kerak. Ya'ni bittaga bitta kesim keladi, u yoqda ikkinchi darajali bo'laklar keladi. Bular har doim degan ma'noni anglatishi hammaga ma'lum. Demak, har doim degan ma'noni anglatadi va sodda gapda ishlaydi. Misol uchun, she always leaves her socks on the floor. Demak, he always leaves her socks on the floor. Bu har doim demak paypoqlarini holda qoldiradi. Ya'ni gapni o'rnini ko'ryapmiz. Always bu yerda ega va kesimni o'rtasida ishlatilgan. All the time ni o'rni esa always emas. Ya'ni ega kesimni o'rtasida emas, gapni oxirida kelgani ma'qul. Ya'ni she leaves her socks on the floor all the time. Shu holatda bir-biridan farqlanib turadi. Asosiy ularning o'rtasidagi farq shuni tashkil qiladi. Yana holat kuzatildi. Turn in o'rniga demak hand in something deb phrasal verbni ishlataylik. Submit ma'nosida deb aytilgan. Bu har ikkala variant ham yozma ishni berilgan yozma ishni report reviewni ustozga topshirish ma'nosida bemalol ishlatilaveradi. Ya'ni give your work to a teacher degani. Ularni bemalol erkin almashtirib ishlatsa bo'laveradi. Shuning uchun bularda xatolik kuzatildi. Bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qismi hand in bilan turn in ozgina farqi. Turn in ham yuzma-yuz o'sha uyga vazifani ustozga berish, topshirish ma'nosida bo'ladi. Hand in ham shunaqa. Hand in faqat yuzma-yuz odatda qo'liga beriladi o'sha qog'oz variantida yozma ishlarni tekshirish uchun. Turn in da o'sha narsa by email yo bo'lmasa by mail pochta orqali, elektron pochta yoki to'g'ri xat yuboriladigan pochta orqali uyga vazifani professor o'qituvchilarga tekshirish uchun jo'natishni ham ifodalaydi. Asosiy farqi mana shuni tashkil qiladi.